Assalomu alaykum. Demak, bugungi navbatdagi ushbu siz o'z huquqlaringizni bilasizmi? Sonimizning navbatdagi soni ham talabalarga bag'ishlanadi. Talabalar, huquqlaringizni 1 minut ichida tushuntiraman. Ko'rish, eshitishda nuqsoni bor, nogironlik bo'lgan talabalar magistratura va doktoranturaga o'qishga qabul qilishda ulardan til sertifikatlari talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-oktyabrdagi 407-son qarorining 4-bandiga ko'ra, ko'rish, eshitishda nuqsoni bo'lgan, nogironligi bo'lgan talabalar magistraturaga va oliy ta'limdan keyingi ta'lim instituti, ya'ni tayanch doktorantura va doktoranturaga o'qishga topshirishda ulardan xorijiy til bilish sertifikati, milliy va unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikatlarni talab qilish bekor qilingan. Demak, hurmatli talabalar, ko'rish, eshitishda nuqsoni bo'lgan, nogironligi bo'lgan talabalar magistratura va doktoranturaga hujjat topshirishda ulardan xorijiy til sertifikati talab etilmaydi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.